Möhtərəm qərindaşlar, görüyatqanыңlar istansimizning haftalik muhim xabarlar sahifasi. Mazkur sayfimizda mush bir hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarimizni takrorlab o'tamiz. Men Juma. Men Gulchehra. Kuchan aylik hukumat ayirlari Ağu yesidan yer va to'lam da'vosi bilan Beijingga kelgan Uyg'urlarni qaytarib ketish uchun Beijingga xodim avatgan bo'lsa-mu, arzdorlar ketishga unamagan. Egilishimizcha Kuchaning Ağu yesi atrofida zo'r ko'lamda ko'mir zapasi bayqalgan bo'lib, dairlar mazkur yezi tavalligidagi ko'mirlarni to'shish uchun temir yo'l yasagan. Yo'l yasash jarayonida mazkur yezidagi 56 Uyg'ur oilasining yer zaminlari buzilgan, ammo bularga to'lam puli to'liq berilmagan. Shu sabab bilan 2 haftaning oldida Uyg'ur yezidan bir turkum Uyg'urlar arz qilib Beijingga kelgan edi. Halbuki Kucha doiralari Beijingga kadr avatib, mazkur arzdor dehqonlarni yondirib kelishga tirishgan bo'lsa-mu, dehqonlar bularning maslahatiga ko'nmagan. Xitoy Markaziy hukumatı 2009 yil aprelda davlatlik kishilik huquq harakat planini oshkorlagan. Mazkur planni Xitoyda kishilik huquq qo'g'dash va ilgir surish quroli qildiganligi va bu planning 2009 yildan 2010 yilgacha bo'lgan 1 yil ichida ishga oshirilganligini jakalgan edi. Bu munosabat bilan kishilik huquq kuzatish tashkiloti 11 yanvar e'lon qilgan amalga oshmagan va'dalar nomli dokladida Xitoy hukumatining mazkur planda o'tirib qo'ygan va'dalarni faqat amalga oshirmaganligini ilgari surdi. Dokladda Uyg'ur vaziyati haqida ma'lumot berilgan. Dokladda 2009 yildan buyon Uyg'ur kishilik huquq vaziyatining ig'ir darajada nacharlashganligi o'tirib qo'yilgan. Dokladda mundaq deyilgan: Xinjiangda Xitoy hukumati 2002 yildan buyon yo'lga qo'yib kelayotgan Xitoy tilini Uyg'ur tilining o'rniga dastish siyosatini yana davomlashtirdi. Uyg'ur tilidagi kitoblar ko'ydirildi. Uyg'urlarning to'y to'kin, o'lim yetim murosimlaridagi yo'sinlari cheklandi va ularning haj qilishiga yo'l qo'yilmadi. Bu xil cheklashlar 2009 yildagi Urumchi namoyishidan keyin texnik kuchaytirildi. Doklad munosabati bilan chaqirilgan axborot e'lon qilish yig'inida Sofi Richardson xonim Xitoydagi kishilik huquq vaziyatining o'tgan bir necha yildan buyon borgancha nacharlashib qolganligini o'tirib qo'ydi. Xotandagi oliy ma'lumotli yoshlarning 5-chi emgak kuchi sifatida Xitoy o'lkariga yo'tkilayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Xotan viloyati Qaraqash noyisi Janbog' yesining bir kadri o'z noyisi va Xotanning boshqa joylaridan Xitoy o'lkariga 5-chi emgak kuchi sifatida yo'tkilayotganlarning ko'p salmoqini oliy maktablarni bitirganlarning egallaganligini bildirdi. Xotanning Qaraqash noyisidagi bir dehqonmo doirlarning oliy maktabni bitirib, ishsiz yurgan Uyg'ur yoshlarini Xitoy o'lkariga yo'tkab ketayotganligini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, yangidan Qashqardan Xotanga tutashtirilgan temir yo'l qurilishiga nurg'un emgak kuchi ehtiyojli bo'lgan bo'lsa-mu, mazkur qurilishdagi ish fursati yana Xitoy ko'chman ishchilariga berilgan ekan. Yillardan beri Beijingda arz ishi bilan mashg'ul bo'lib atgan, ammo hech qanday natijaga erishilmagan Uyg'ur arzlarlardan 8 nafari tunugun Beijingdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ishxonasiga berib, Xitoy ustidan shikoyat qilmoqchi bo'lgan. Ular Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xizmat binosining darvozasiga 2 metrcha yaqinlashganda atrofdan yo'pirilib kelgan 50 dan ortiq soqchining qo'rshovida qolgan. Zo'ravonlikqa uchirgan. Xitoy soqchilar Uyg'ur arzdorlarni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti darvozasidan majburiy haydab o'tmoqchi bo'lg'achqa, arzdorlar qarshilik ko'rsatgan. Natijada soqchilarning zo'ravonligida bir nafar Uyg'ur arzdor yordar bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Beijingdagi bu bir turkum Uyg'ur arzdorlar uzun yil arz qilib hech qanday natijaga erishmagandan keyin oxiri Xitoyning davlat organlari va qonun nizomlaridan umidini uzgan. Xitoy hukumati Uyg'ur elida ko'chma nopusni boshqarish tizimini o'zgartib, ko'chma nopusga o'ltiraqnoma kenishkisi tarqatilganligini va bu xil kenishkini avtonom rayon bo'yicha birlikka keltirganligini e'lon qildi. Bu vaqtdagi xabarlarda yangi o'ltiraqnoma kenishkisi orqali ko'chma nopusni bir tutash boshqarishni ishga oshirganligi ilgari surilgan. Xitoy doiralari 5-yo'l voqeasidan keyin Urumchi va Uyg'ur elining har qaysi joylarida Uyg'ur aqmi nopusni boshqarishni kuchaytirishni jiddiylashtirib, uy ijaraga berish va o'ltiraqlashish ruxsatnomasi elish qatorliq ishlarni qiyinlashtirgan edi. 1-ayning 8-kuni Xitoy muavin bosh ministri Li Keqiang Germaniyaning Myunxen shahriga kelganda Germaniyadagi Uyg'ur tashkilotlarining qarshilik namoyishiga duch keldi. Namoyishni Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Yevropa Sharqi Turkiston birligi tashkiloti birlikda uyushtirgan. Namoyishning biri 8 yanvar tushdan keyin Xitoy muavin bosh ministri Li Keqiang Bavariyadagi dangliq mashina zavodi BMW markaziga ziyoratga kelganda ilib berildi. Namoyishning yana biri
Bavariya ministerleri binası aldıda orunlaştırılgan bulup, bu joydagi namoyish kech soat 4:30da başlandı. Namoyishchilar Xitoyga qarshi shuar to'lash bilan birga Xitoy Uyg'urlarga silayotgan zulmlar pash qilingan turli tashviqot varaqchilarini tarqatdi. Ve yangratqu orqali Uyg'urlar tortayotgan dard alamlarni atrofdagilarga anglatdi. Xitoy bosh ministri Li Keqiang bir haftalik Yevropa ziyaratining 3-kuni Germaniyaga kelgan edi. Amerika kishilik huquq tashkilotlaridan erkinlik sariya payshanba kuni 2011-yillik doklad e'lon qilib, o'tgan bir yil jarayonida Xitoy va dunyodagi bir qism davlatlarning erkinlik va demokratiya vaziyatida orqaga chekinish ahvoli ko'ringanligini bildirdi. Erkinlik sariya dunyodagi 194 davlat va 14 rayonda tekshirish olib berib, bu bir yilda Xitoy, Misr, Iran va Rossiya qatorliq davlatlarning bosh turish tadbirlarini uzluksiz kuchaytganligini ilgari surgan. Erkinlik sariya davlatlarning siyosiy huquq va ijtimoiy erkinlik ahvolini darajaga turg'izib, bu sohada ahvoli eng yaxshi davlatlarga 1 numur, eng nachar davlatlarga 7 numur bergan. Xitoy siyosiy huquq sohasida 7 numurga, fuqarolar erkinligi sohasida 6 numurga erishib, erkinlik va demokratiya vaziyati nachar davlatlar qatoriga tizilgan. Erkinlik sariya yaqinqi bir necha yildan beri Xitoy va dunyo miqyosidagi siyosiy huquq ve ijtimoiy erkinlikning izchil orqaga chekinayotganligini ogohlantirib kelgan edi. 1-ayning 5-kuni Turkiya parlamentidagi umumiy yig'inda Turkiyadagi siganlar haqidagi bir qonun loyihasi muzokara qilingan. Bu yig'inda parlament a'zosi Rishad Doğru Uyg'urlarning Turkiyada turish va vatandoshlikka o'tishiga aloqador masalalarni o'tirib qo'ydi. Rishad Doğru'nun bu suallarga javob bergan davlat ministri Bülent Arınç Efendi Turkiyada turayotgan Uyg'ur turklar bilan Ağizka Türklerining intayin qiyin vaziyatda turmush kechirishiga tirishayotganligini, Turkiya hukumatining ularga alohida ko'ngil bo'layotganliklarini, ularning turk vatandoshi bo'lishi ham turish ruxsati elishida qonuniy jihatdan ba'zi to'salg'ular bo'lsa-mu, ularning bu qiyinchiliklarini hal qilishga tirishayotganligini aytdi. Parlament a'zosi Rishad Doğru Efendi ziyoratimizni qabul qilib, davlat ministri Bülent Arınç Sharq Turkistonliklarga yordam qilishga tirishayotimiz deb aytgan bo'lsa-mu, uzun yil Turkiyada yashab, texcha Turkiyada turish ruxsatnomasiga erishamagan Uyg'urlarning borligi. Shunga bu masalani hal qilishning intayin muhim ekanligini bildirgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida bu haftalik muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tdik. Kelar qitim ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.